İgilinishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan Amerika prezidenti Joe Biden Sharqi Turkistondan Hong Konggacha va Beyjingning iqtisodiy amaliyatigacha bo'lgan nurg'un temalarda andishisini o'tirg'a qo'ydi. Aqsarayning yozma bayonotida Biden bilan Xi Jinpingning tunji qatim telefonda ko'rishganligi o'tirg'a qo'yildi. Bayonotga qaraganda, Biden Xi Jinpingga Amerika xalqining bexatarligi va farovonligini qo'g'dash va Hind-Tinch okean rayonida erkin va ochiq holatda turishga kafolatlik qilishdagi qat'iy maydonini bildirgan. Bayonotda mundaq deyildi: Prezident Biden Beyjingning bostirish va adolatsiz iqtisodiy faoliyatlari, Hong Kongdagi bostirish, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi va Tayvanni o'z ichiga olgan rayonda kunsari kuchayotgan masalalarga bo'lgan andishisini ta'kidladi. Biden hukumati Donald Trump hukumatining Xitoy Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan qarorni to'liq qabul qiladiganligini e'lon qilgan edi. Avstraliyaning poytaxti Viyanada ko'pincha Uyg'urlardan tashkil topgan namoyishchilar Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishi va irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazdi. Xitoyning Viyanadagi bosh elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishda Xitoy Uyg'urlarga qarshi davlat terrorini to'xtat, Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Uyg'urlarga erkinlik degan shiorlar yozilgan lozunkalar va plakatlarni ko'tardi. Namoyishni tashkillagan Avstriya Uyg'ur birlashmasining raisi Mavlon Dilshod Anadolu agentligining muxbiriga Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun oxirgacha kurash qiladiganligini bildirdi. Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi oldida tuniy shaklda faoliyat olib berayotgan Uyg'urlar turayotgan mehmonxona Turkiya soqchilari tomonidan qamal qilindi va ularning faoliyat qilishiga yo'l qo'yilmadi. Shuning bilan birga Istanbul, Qaysariya va Konyadan faoliyatga qatnashish uchun kelayotgan 24 nafar Uyg'ur soqchilar tomonidan keyniga qaytarildi. Uyg'urlar bir oydan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi va Anqaradagi elchixonasi oldida Sharqi Turkistonda turma va lagerlarga qamalgan yoki g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarining uchurlariga erishish uchun faoliyat qilayotgan edi. Prezident Joe Biden vazifaga o'tirgandan keyin tunji qatim davlat mudofaa ministrligini ziyorat qilganda 5 burchakli binoning Xitoy strategiyasini qaytadan baholaydiganligini va bu maqsadda ministrlik ichida xizmat guruhi qurilganligini e'lon qildi. Biden qayta o'ylanishga tegishli sezgir rayonlarning axborot, texnika va Amerikaning bu rayondagi harbiy mavjudligi bo'ladiganligini ko'rsatdi. Xitoy strategiyasi 5 burchakli binoning sobiq prezident Donald Trump davridagi eng muhim ishlarining biri bo'lib, davlat mudofaa ministri Lloyd Austin bu ahvolning davomlashadiganligidan signal berdi. Biden Xitoyga va munosabatlik masalalarni hal qilish uchun hukumat tarmoqlari o'rtasidagi hamkorlik, parlamentning partiyasiz qo'llashi va kuchli hamkorlik o'rnatish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Xizmat guruhining boshlig'ini muavin davlat mudofaa ministri Eli Ranter deb e'lon qilindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Xitoy virusining manbasini tekshirish uchun Wuhanda tekshirishda bo'lgan Dunyo sog'liqni tashkilotining Amerikadami tekshirishda bo'lishi kerakligini aytdi. Xitoy yer shari televiziya to'g'ridan xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Amerika hukumatining istixborotimiz dalillanmay turib, Davlat sog'liqni tashkilotining Wuhandagi tekshirishini qabul qilmaymiz degan so'ziga inkos qaytargan. Wang Dunyo sog'liqni tashkilotining Amerikadami tekshirish olib berishi kerakligini aytgan. Wuhan virusi bilan yuqumlangan tunji bemor 2019 yili 17 noyabr Wuhandagi dengiz mahsulotlari bozorida bayqalgan.